Katta olib qo'ydingiz, ekilayotgan vaqtida bularga idishiga har biriga suvni quyasiz. Maytdan chiqargan bo'lishi ham mumkin, maytdan chiqargan bo'lishi ham mumkin. Bir xilgilar ikkitali bo'lishi ham qilib ko'tarib olsangiz ham zo'r bo'ladi. Men shu joygacha ko'milganni hozir sizlarga foydasini aytib o'taman. Azizlar, mana qalamchani yerga ekishda hozir sizlarga batafsil ko'rsataman. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kurtaklar bor-ku, bunaqa kurtak chiqarmagan joy bo'ladi-ku. Mana shunaqa kurtak chiqarmagan joy qo'yilsa, qatga nami uradi mana. Biznikilarni ko'ryapsizlarmi? Asosiy niholchalarimiz qanday ekiladi, qanaqa qilib ekiladi, qachon suv quyib turiladi, shularni ham tushuntirib o'taman. Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomiz juda foydali. Uzum ko'chat ekadiganlar, ekayotganlarga ko'p savollarga bugungi mana shu video javob bo'ladi, xudo xolasa. Azizlar, bizda ko'chatlarimiz borlarini aytib o'tib ketaman. Avatar, Manicure Finger, Karnaval, oq damiski, qora damiski hozir sotuvda bor bizda. Yangili uzumlarimizdan ham 25-apreldan keyin chiqadigan sortlarimiz ham bor. Kechroq tayyor bo'ladigan ikkinchi partiyalarni ekkanmiz. Xo'p, azizlar, biz sizlarga hozir bu videoda yaxshilab oxirigacha o'tkazib olmasdan tomosha qiling, foydali bo'ladi sizlarga. Xo'p, azizlar, bu hozirgi aprel oyida sotilayotgan ko'chatlarimiz, mana holati shunaqa. Bu ekilish tartiblarini, uzumni ko'chatlarini bizga ko'plab savol bo'layapti, qanaqa qilib ekanmiz. Ko'pchiligiga aytilyapti, so'raganlarga aytyapmiz. So'ramaganlar bizni ham endi ishimiz ko'pligi uchun esimizdan chiqib qolib ketyapti. Ular shu holatda qilib ekib qo'yishyapti. Hozir sizlarga bu uzumni qanday ekiladi, qalamchani yerga qanaqa qilib ekiladi, qaysinda zo'r effekt beradi, o'shalarni hozir video davomida hammasini tushuntirib boraman. Bo'lmasam, ekish jarayonlarini hozir billa tashqarida ko'rsatamiz. Xo'p, azizlar, biz mana teplitsamizdan tashqariga chiqdik. Bugungi video aytib o'tganimda sizlarga foydali bo'ladi. Qalamchani qachon eksak bo'ladi deb ko'pchilik so'rayapti hozirgacha. Qalamchani biz allaqachon ekib bo'lganmiz. Hozir eksa ham bo'ladi. Xo'p, mana bularni olib kelib ko'rsatdim. Mana bu qalamchalarimiz, sortlari har xil, mana o'zlariga yozib qo'yganmiz. Bular mana ko'rib turgan bo'lsalaring, hammasi bexato ko'klagan. Hammasi 99% xudo xolasa hammasi ko'klagan bular. Bash chiqarib, tomir otib bo'lgan. Mana shular hammasini hozir berib turgan o'zimda ko'rsataman. Xo'p. Mana qaranglar. Bularni mana bejora nishoni ham bergan mana. Hammasi mana deyarli 99% mana u ham chiqarib qolish ehtimoli bor. Hammasi mana ko'klagan. Buni siri nimada? Hozir sizlarga buni ham tushuntirib o'taman mana. Bu mevalarni olib tashlaymiz. Chunki bular mevali kaltayligi uchun ular hammasi hosil beradi mana. Mana shular ekilgan mana. Bu ham mana chiqarib qolyapti. Biri ertaroq, biri kechroq bo'lib chiqaradi mana, xudo xolasa hammasi. Xo'p, azizlar, mana qalamchani yerga ekishda hozir sizlarga batafsil ko'rsataman. Mana shu qalamcha 4 ta kurtayli bo'lsa bo'ladi. Undan ortig'i kerak emas. 6 ta, 8 ta kurtaylilar ko'chatda nima desam bo'ladi? Tomir otishiga foydasi bor. Misol, qancha ko'p tomir bo'lsa, shuncha keyinchalikka foydasi bor, lekin mana shu 4 dona kurtayli qalamcha eng zo'r effekt berib, eng zo'r ko'klab ketadigan holati mana shu. 4 dona qalamcha bo'lsa, bitta ko'chat uchun bo'ladi. Xo'p, azizlar, buni qanaqa qilinadi? Qalamchani 3 ko'tini bir xil qilasizlar. Birinchi 3 ko'tini bir xil qilib turib, 4 dona kurtak qoldirib, kesib 4 tadan kurtak qoldiriladi, bo'ladi. Xo'p, keyin qanaqa qilinadi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi kurtaklar bor-ku, mana shularni pichoqda kesib olinadi. Pichoqda kesib olib tashalinadi. Tepada bir dona kurtak, chiroyli kurtagi tepada qoladi. Mana shu holatda mana. Ko'ryaptimi? Mana shu holatda qoladi, bir dona kurtak yetadi. 3 ta kurtakni olasizlar pichoqda olib turib, orasini bunaqa kurtak chiqarmagan joyi bo'ladi-ku, mana shunaqa kurtak chiqarmagan joyini arrani tig'ida shilinadi. Ikki tarafidan shunday qilib ikki martadan shilasizlar, o'shanda mana u tanasi bunday yitilib qoladi. Yitilib qolganda mashlardan tomir zo'r chiqadi. Shunisiga ham ahamiyat beringlar. Keyin qalamchani xuddi aytganimdek qilib tayyorlab bo'lganlaringdan keyin bu uzumni tanasi suv bilan. O'shaning uchun 2 sutka eski kesilgan kaltak, yangi kesilgan kaltaklar kamida 1 sutka suvda turish kerak. 2 kun, 3 kun, 4 kun tursa ham umuman ziyoni yo'q buni. Chunki mana shu qalamchalarimiz 10 kun, 15 kun suvda turgan bizniki o'sha paytda ekiladigan paytda
vaqtimiz bo'lmay qolganda mana bunaqa stakandagi nihollar bilan ovora bo'lib qolganmiz. Biz bu qalamchalarimiz suvda 10 kun 15 kun qolib ketgan. Eng kamini sizlarga aytyapman, kami 48 soat 2 sutka suvda turadi. Keyin tayyor bo'lgan qalamchani olasizlar, olib o'zingizga yarasha misol 15 ta 20 tadan misol baylab qo'yib suvga qo'ygan bo'lsangiz, buni bir vog'ini olasiz, yechib, naql ariqlarni olib turib, chiroyli qilib, bunga bitta suvni quyasizlar. Suv qo'yiladi ariqqa, ho'l bo'ladi. Loy bo'lgandan keyin tepadagi kurtagini urintirmasdan keyin o'sha yerga suqiladi mana bunday qilib. Qatga suqiladi buni. Sal yaqinroq olib kelgan. Suv qo'yilsa, qatga nami uradi mana. Biznikilarni ko'ryapsizlarmi? Qatga nami uradi. Mana shunchalik qilib suqiladi. Ariqning ichiga emas, suv bormaydigan joyga emas. Nami uradigan joyga suqilsa, mana shunaqa bexato bo'lib, xudo xolasa ko'klaydi. Qanaqa qilib suqiladi? Mana qalamchani urintirmasdan, endi hozir biz yerlar qatib qolgan tursa, xullas, mana shu bir kurtak qolgungacha, mashgacha suqiladi mana. Biz qalamchalarga ahamiyat berayotgan bo'lsalaring, bir dona yoki sal uzunrog'i 2 dona kurtak tepada turibdi, bir dona kurtak tursa bo'ladi bemalol. Bitta chiroyli ko'chat bo'ladi shundan xudo xolasa. Xo'p. Bu qalamchani tushunmaganlar bo'lsa, ekishni yana bir marta, tushunmaganlar bo'lsa, bemalol kommentariyalarga o'zlarini, misol fikrlarini yozsalaring yoki savollarni yozsalaring, shaxsan o'zim ko'rib chiqib, har bir kommentariyaga iloji boricha javob berib o'tishga harakat qilaman. Endi azizlar, videoning davomida mana bu asosiy niholchalarimiz qanday ekiladi, qanaqa qilib ekiladi, qachon suv quyib turiladi, shularni ham tushuntirib o'taman. Ha, azizlar, keyin mana uni ozgina chalasi qoldi. Buni ekkaningizdan keyin 10 kun ichida har 3 kunda bir 3 marta suv qo'yasiz. Eki bo'lib sirasi suv qo'yasiz, u suv qo'yilgan, lekin eki bo'lib sirasi suv qo'yasiz, 3 kundan keyin yana bitta suv qo'yasiz, yana 3 kundan keyin bitta, 9-10-kunlari yana bitta suv qo'yasiz. Xudo xolasa shu bilan avvalo xudo bexato qalamchalaringiz ko'klaydi. Xo'p, qalamchalarda tushunmagan bo'lsalar, o'sha savollaringizni kommentariyalarga berishlaring mumkin. O'zim bilganimcha yana javob berib o'taman. Endi mana bu niholchani ekishni hozir sizlarga batafsil ko'rsatib o'taman. Asosiysi shu. Xo'p, azizlar, videomiz davomi asosiy hozirgi mavsumda ekilayotgan uzum ko'chatlarini qaysi tartibda ekilishda hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, ko'chatlarni xarid qildingiz, bordi yuzga, borgandan keyin iloji bo'lsa, bunaqa daraxtlar tagida 2 kun 3 kun tursin. Borgandan keyin bitta suv quyib qo'yasizlar, 2 kun 3 kun turgandan keyin o'zini tutib zo'r bo'lib oladi. Tashqi muhitga ham, sizlarning ob-havolaringga ham misol moslashib oladi. Bu o'zi hozir teplisada berayotganimiz tashqari muhitga moslashtirib qo'yilgan, vitaminlari hamma yo'g'i berib qo'yilgan. Xo'p, azizlar, bo'lmasam tushuntirib o'taman. Ko'chatni olib qo'ydingiz, ekilayotgan vaqtida bularga idishiga har biriga suvni quyasiz. Shu holatda turadi. Chuqurni ko'ladingiz, 40-45 sm qilib chuqur ko'landi. Chuqur ko'langandan keyin tagiga обязательный biyagomizdan hatto bir 3 kilo, 4 kilodan biyagomiz solasiz. Xo'p, mana biyagomiz solingandan keyin chuqurga ko'chatning holatini ko'ring. Mana shu holat. Qaytadan chiqargan mana, mashtadan chiqargan mana, ha? Bir xilgilar monetadan ham chiqargan bo'ladi. Mana shunaqa baland kaltay surgan joyi, misol yangi novdasi monetadan chiqargan bo'lishi ham mumkin, monetadan chiqargan bo'lishi ham mumkin. Bir xilgilar ikkitalik bo'lishi ham mumkin. Chunki har xilda ko'chatlarimiz. O'shanda qaysi biri avji zo'r bo'lsa, tepadagini avji zo'r bo'lsa, tepadagini qoldirasiz. Pastdagini avji zo'r bo'lsa, pastdagini qoldirib, mana shunisini ekasiz. Hozir sizga mana shu ko'rinishda ekib tushuntirib beraman. Xo'p, buni keyin chuqurni ko'lab, biyagomiz solgandan keyin mana uni bizdan ko'chat xarid qilganlar, biz salafanimiz orqasi qulay ochishga mana bunday qilib ko'tarib olsangiz ham zo'r bo'ladi. Buni hozir endi oxirigacha chiqarmayman. Bunday qilsangiz orqada ushlaydigan joyi bor. Ko'tarsangiz loyi o'zi tushaveradi. Keyin ehtiyot qilib tuprog'ini chachilib ketmaydigan qilib suv quyib olsangiz, loyi yopishib chachilmaydi. Buni ichi tomiriga to'la bo'ladi. Keyin tuprog'ini ehtiyot qilib biyagomiz tepasiga qo'yasiz. Mana shu holatda qilib qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin o'zidan chiqqan atrofdagi tuproqlarini qaytarib tortiladi. Misol ko'miladi, qaytarib ekiladi. Buni ko'chatni qatgacha ko'miladi. Bir xilgina mana misol mashet bo'ladigan bo'lsa mana. Sizlar ko'rsatib qo'ying. Mana. Mana shunday qilib ekib qo'yishadi. O'zini tuprog'ichalik qilib. Mana shu holatda qilib ekib qo'yishadi. Bu holatda pateriya bo'lishi ehtimoli ko'p. Keyin
avji, uzumni avji pastroq bo'ladi. Nimaga desangiz, mana yergacha ko'milgan, mana shugacha ko'miladi-da o'zi. Siz yaqinroqdan keling. Mana shu joygacha ko'milganni hozir sizlarga foydasini aytib o'taman. Mashgacha, mana shu holatda ekilgandan ko'ra, mana bu holatda effekti zo'r bo'ladi. Nimaga desangiz, mana orada bo'sh joylar bor-ku, mana yerda kurtak bor, mana yerda bo'sh joylar bor. Mashitlar sizga bu yil shu mavsum oxirigacha tomir qadab mashitlar, yana ham tomiri ko'proq bo'ladi. Mana yergacha ko'milsa, uzum suv bilan asosan. Mashitlardan tomir qadab, tomiri yana ham ko'proq bo'ladi. Mana shu holatda ekilgandan ko'ra, mana yergacha ko'mib ekilsa, mana mashgacha mana shu holatda bo'ladi. Mana shu holatda ko'mib ekilsa, mana uni avji zo'r ketadi. Chunki manetlar ko'milgan, tuproqda nami bor, uzumda tanasida namni zo'r ushlab turadi. Shuni hisobiga mana bu bitta yangi chiqargan novda xudo xolasa zo'r 1 yil dozda mashlar tokgacha chiqishi mumkin. Misol 2,5-3 metrlik baland toklarga ham mana shu novda bitada chiqib ketadi xudo xolasa. Chunki bu bizda tajribadan o'tgan, ko'pchilik buni bilmaydi-da, misol mana shu o'zini tuprog'i bo'lsa, shunchalik ekiladi deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Tushunmaganlarga yana qaytarib o'taman. Mana uni ehtiyot qilib olasiz, ichidagi tuprog'i chochilib ketmasligi kerak. Unda ko'chat tomiri ochilib qoladi. Buni ichida oq tomir bo'lganligini hisobiga u havo yegandan keyin havoda o'zida qolsa, misol 10-15 minut tursa, misol zarari yo'q, lekin tuprog'ini iloji boricha chachmasdan mana shu holatda qilib ekilsa, bexato xudo xolasa ko'klaydi. Chunki buni tomiri bor, ishlab turgan ko'chat davom etib yerga o'tgandan keyin yerda yana ham avji balandlashadi. Mana tuvayda tomiri qisilib turibsa, buni yerga tushgandan xohlagan joyiga tomir otadi, xohlagancha oziqa oladi, o'ziga yarasha. Shuni hisobiga rivojlanishi yana ham zo'r bo'ladi. Xo'p, azizlar, bittadan chiroyli like-ni bosib, shu videomizni mahalla guruhlari yo tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz, kimgadir sizni foydangiz tegib qoladi va shu videomiz kimgadir manfaatli bo'ladi. Azizlar, sog' bo'linglar. Video oxirida ham aytib o'tib ketaman. Ko'chatlarimiz bizda ishonchli, garantiyali 4-5 xil sortdagi uzum ko'chatlarimiz bor. Bemalol ekranda raqamlarga qo'ng'iroq qilib, buyurtma bersalar, O'zbekiston bo'ylab imkon qadar Xorazmgacha jo'natib berishni harakatini qilamiz. Hozir sizlarga yerga ekilgan qalamchalarimizni yana bitta yaqinroqdan o'zim ko'rsatib qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar, kanalga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yamiz. Salomat bo'linglar. Mana qaranglar. Qalamchalarni ekilganini qaranglar. Mana bir dona kurtak tepada turibdi, xolos. Mana shularda zo'r kaltak surdiraman deyilsa, misol yaxshi kaltak sursin bizga desalaring, mana bunaqa 2 tadan, 4 tadan ham chiqarib yuboradi-da bu. Mana bunda 2 ta ekan. 2 ta ekan. Buni bir donasini qoldirib chiroyli qilib tarbiya qilsangiz, qaranglar, uzum mevasini. Meva bergan jonivor. Chunki bu mevali kaltakligi uchun mana shular avatar sorti. Buni mevasini olib tashab, ko'chatni tanasiga tomiriga yaxshi ishlov berilsa, shunda kelasi yilgi ko'chatingiz baquvvat, bo'y baland bo'lib, zo'r rivojlanadi xohlasa. Mana shunaqa qilib ariq olib, ariqda ahamiyat berasizlarmi, qatiga ekilgan bu. Mana shular xudo xohlasa bexato mana 99% mana ushlagan. Yerga ekilish tartibi shu holatda ekiladi. Aytganimdek, chiroyli qilib taglarini kamida 2 kun, 3 kun suvda tursa ham umuman zarari yo'q. Suvga solmasdan ekmanglar. Biz bularni borku, dorili suvga solsa ham bo'ladi, quruq suvni o'ziga qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shular hammasi borku, quruq suvga qo'yilgan. Hali tomirlatadigan dori, unaqalarga qo'ysangiz ham yaxshi effekt beradi, u ham zo'r. Lekin quruq suvga qilsa ham bo'ladi. Mana shular hammasi quruq suvga 10 kun, 15 kun suvda qolib ketganda, keyin olib chiqib ekkanmiz mana shular avatarlarni. Hammasi mana unda xolasa bexijolat bular kuzga bizga o'zimizga ko'chat bo'lib qoladi, 1 yoshli ko'chatlar. Azizlar, salomat bo'lasizlar. Videoga bittadan like bosib, mana shu videoda qancha omma ko'p ko'radigan bo'lsa, shuncha odam bizni ma'lumotlarimizni biladigan bo'lsa, bilimimizni shu ulashamiz hammalaringga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana ko'chatlarimiz. Bo'lni xudo xolasa mana shular ko'klab turibdi, mana ko'ryapsizlarmi? O'zimizning uyimizga ko'chat uchun ekilgan qalamchalar bilan.